ertalab tushib ketibdi-yu. Bugun qilcha sanatiga borishim kerak edi. Hammaga salom do'stlar, bugun men sizlar bilan Qayderman esimdan chiqib ketibdi. Makkaga qo'shnimiz ko'chib ketibdi, rosa chiroyli ekan lekin uyi. Mayli, biz Bobur boboning yoniga borishimiz kerak. Bobur bobodan biz jang qilish san'atini o'rganamiz. Ya'ni Bobur bobo bizga joy beribdi. Bobur bobo. Ha, nima kerak? Men bu jang san'atini o'rganmoqchi edim. Ha, mayli, kelishingiz mumkin. Ya'ni vau, bu yerdagi narsalarni qaranglar do'stlar. Aytgancha bu yerda yana bitta jang san'atini o'rganadigan odam keladi. Faqat uni qilichi yo'q. Unga qo'lda urishni o'rgatasiz. Ha, mayli. Hozir keladimi? Ha, keladi. Bo'lmasa men mana bu yerda kutib turay. Endi salom, qalaysiz, birodar? Sizmisiz? Aytgancha siz jang san'atini o'rgangani kelayotdingizmi? Keling, sizga men jang san'atini o'rgataman. Men sizni trenajyor qiladigan odamman. Ya'ni sizga qanday urishni o'rgataman. Keling. Mana bu bizni asha narsalarimiz. Urishni o'rganasiz bularda. Faqat qattiqroq urib yubormang. Qo'lingiz og'rishi mumkin. Bular ko'p temirdan bo'lgan. Mana qaranglar. Bunday kelasiz. Ustiga bitta bossangiz yetadi. Mana qarang. Bunday kelasiz. Ustiga bitta ursangiz yetadi mana. Ko'p urmang. Bitta urgandan keyin dam olib urasiz. Mana qarang. Mana qilichda. Bunday qilib urasiz mana. Shunday urishingiz kerak. Hozir avval qo'lda urish kerak. Endi bu yerda yaxshilab urishni o'rganish kerak. O'tirib menga qilich berasizmi? To'g'risini aytadigan bo'lsam, men ham bu yerda 1 yildan beri shug'ullanganim uchun sizga shug'ullanishni o'rgatyapman, lekin sizga hozir qilich bera olmayman. 1-2 kundan keyin agar Bobur bobodan so'rab ko'rsangiz berishim mumkin. Avval qo'lda jang san'atlarini o'rganib olaylik. Men ham birinchi avval shunaqa qilib qo'lda urishganman. O'tirib, urib. Voy do't. Voz, kuchingiz ko'p ekan. Siz buni parchalab tashlang. Nima deyapman? Hammasini parchalamang. Buni tuzatib chiqish kerak. Yo'q. Shart emas, Buni tuzatib chiqish kerak. Men tuzatishni bilmayman. Bobur bobo meni so'kadi. Men ketdim. Bu g'alati odam ekan. To'g'risini aytsam, buni tuzatishni bilaman. Shunchaki buni qo'yish kerak. Keyin buni ustiga buni bunday qilib turib, kidirib qo'yish kerak. Keyin buni qo'yish kerak. Keyin buni qo'yish kerak. Keyin buni kalasiga kidirib qo'yish kerak. Keyin yelkasidan kiydiramiz. Rosa qiyin ekan buni kiydirish. To'g'risini aytsam, shunday qilib kiydirib qo'yish kerak ekan. To'g'risini aytsam, men bunaqa kuchli deb o'ylamadim bu bolani. Men ham mana bitta turishda o'ltirolmanda sakrab ketib ursam, hali ham kuchim yetmaydi. Bugunchalik yetar. O'takan bo'lsa ham bugun ozgina shug'ullanishim kerak. Bobur bobo. Ha, bolajonim. Men shug'ullanishni tugatdim. Aytgancha kecha qilishni adashib olib ketibsan. Bugun adashib olib ketmay. Xo'p, bugun qo'yib ketaman. Bobur boboga ham hayronsan. Bitta qilichni ham qizg'anadi. Nega qizg'anar ekan? Tushunmadim. Bu yerdagi sondola qani? Hozir men Bobur boboga bu yerga sandiq ekan deb mayta sandiq bor ekan, demak, buni ichiga solib qo'yish kerak. Nimaga bu yerga yashirib qo'yish kerak sandiqni? Mayli, ichini ochib ko'raylik. Nima bu? Yo'q. Bu afsonalardagidekmi? Ajabsan, meni bobom aytib berardi. Afsonada qizil va qora ritsar bo'lgan. Ular o'zaro dushman bo'lishgan, keyin yerni qutqarish uchun ular birlashgan deyilgan. Bu o'nchoq shekilli bu. Mening fikrimcha yolg'on ma'lumot. Buni Bobur boboga aytmay qo'yaraman, bu shunchaki o'choq kerak. Bu yerga qilichimni solib qo'yishim kerak edi. To'g'rini aytsam, bularni men o'zim bilan olib ketgim kelmayapti-yu, lekin olib ketishga majburman. Chunki buni Bobur boboga bitta ko'rsataman. Mana buni lekin qatla chiroyliligini. Bu aytgancha qizil ritsar afsonasiga qarab yasalgan. Bu esa oq ritsar, lekin bu oq ritsar bu oq ritsar yaxshi ritsar bo'lmaganligi uchun ritsardalikdan haydalgan. Qora ritsar va qizil ritsar esa eng kuchlilardan bo'lgan. Ana yerda qo'shnim uyning tepasida o'ta g'alati ekan. U menga yoqmadi, to'g'risini aytsam. O'zini kelib buzib olib ketmadim. Ko'p to'g'risini aytsam, ko'p narsasini olib ketibdi. Endi uxlab olay. Gapiror bemalol, bet qirqib tashlayman.
Nima demoqchiding? Gapirib ol, bu yerda qirg'iyman. Hozir meni chaqirasan. Yo'q, sen meni chaqirasan-da. Ey, men ashunaqaman deysan. Men uni bilmovdim, rostmi desam, ha deysan. Keyin qizil talab qilasan. Yo'q, men senga bera olmayman, men anaqa qilaman desam, keyin sen meni bitta urasan, keyin yo'q deyman, keyin qizil olib ketasan. Bir, ikki. Plus, keyin men aytamanki, bo'pti deb beraman, keyin ashi boshlanib ketadi. Voy. Kechasi tushdi-yu. Ne kechasi uyg'onib ketdim ekan. Qornim ochib ketdi. Non bo'lagidan yeb olay. Aytgancha bu narsalarni ham qo'yib qo'yish kerak sandiqqa. Ishimiz mana bu yerda. Sandiqda sira ovqatlani. Kim eshik taqlatyapti? Taq. Kimdir eshik taqladi. Qo'shni sizmisiz? Nega bu yerda kechasida yuribsiz? Keling, uyda ichida bamol xotir gaplashamiz, keling. Gapiring, nima kerak? Adashmasam siz qizil va qora ritsarni topib olibsiz. Qanaqa qizil qora ritsar? Bu afsona-ku axir. Men qizil ritsarman, menga qizil ritsarni bering. Qizil ritsarni bolasiman. Bolasi yo'q, buni bolasi o'lib ketganiga ancha bo'ldi. Chevarasiman. Nima? Siz meni aldayapsiz-da, juda har xil gaplarni gapiryapsiz. Aldamayotganingizga qanday isbot bera olasiz? Qizil ritsar haqida qanday ma'lumot aytasiz? Qanday ma'lumot ayta olasiz? U oldinlari bir katta maxluq bilan urushayotib vafot etgan. Siz yana ma'lumot ayting. Men uni oldida turgandim. Yig'laganman o'zi. To'g'ri, u rosa ko'p yashagan deyiladi. Siz ham shunaqa ko'p yashaysizmi? U rosa ko'p 100 yil, 2000 yildan ham ko'p yashagan yo 100 yildan ham ko'p yashagan deyiladi. Ha mayli. Aytgancha, agar siz rost bo'lsa, mana bu qo'limdagi qizil ritsarnikimi? Ha mayli, buni sizga beraman. Lekin degan narsa bor. Axir qizil ritsar rost bo'lsa, qora ritsar ham rostmi? Demak, siz uni avlodsiz. Unga qandayligini menga aytib bera olasizmi? Ayta olasizmi? Yo'q. Nega? Chunki u sir. Mayli, sizga buni beraman. Lekin bunda yaxshilikda foydalanasizmi, aniq? Yaxshilik qilish uchun. Aytgancha, men bu narsani topib oldim. Bu sehrli narsa, qarang qo'limga. Sehrli narsa-ya? Unday bo'lsa, siz endi ketasizmi bu yerdan? Bitta shuni olgani kelganmidingiz? To'xtang. Qora ritsarni qanday ishlatadi? Yerga urib uni sindiring. Shu xolosmi? Uni menga zarari yo'qmi? Yo'q. U aytgancha men bilan gaplasha oladimi? Demak, men narsalarimga tegmang. Tegmang men narsalarimga. O'zi men zo'rg'a kun kechiryapman, qoching bu yerdan, keting. O'zi zo'rg'a kun kechiryapman men. Hayır. Bo'pti. Kerak bo'lsam chaqirasiz. Xo'p. Qizil ritsar ishlashni o'rgatdi. Nega bu g'alati desam, demak shunga ekanda. Qani yerga urib ko'raylik-chi. Bitta, ikkita. Sinmayapti. Sen bo'la qol. Nima bo'ldi? Qandaydir o'zgarish bo'ldimi? Voy, nima? Qizil ritsar ovozimi? Demak, u uni ishlatib ko'ryapti. Demak, aytgancha buni qanday yechishni o'rgatmadi-ku. Yetolmayapman. Salom, sen qizil ritsarga aylanib ko'rgandim. Kel, hozir boshqalar ko'rib qolsa, muammo bo'ladi. Kel. Tezroq kir, yop eshikni. Yopdingmi? Sen hali bilmaysan. Nimani? Bunday ishlatishni. Ketdik Bobur boboni oldiga. Voy, ko'zimning atrofida nimadirlar chiqyapti. Bitta qo'l, har xil narsalar. Voy, yurak chiqdi. Yuragimga bossam, nima bo'ldi? Qandaydir o'zgarish bo'ldimi menda? Uni ertaga bilib olasan. Mayli. Tushunmadim. U hozir nega menga bunday narsa aytdi? Men tushunmadim. To'g'ri aytilgan bo'lsa. Nima bo'ldi? Yes! Lekin u o'ta kuchliligini bilaman. Shuning uchun men doim xavfda bo'laman. Aytgancha uni chaqirmoqchi edim. Kechasi bilan gaplashib, esimdan ketdi. Ertalab. Hey, nimalar qilib tashlayapsiz? To'xtating buni.
siz buni ishlatishni qanday bilasiz? To'xtang. Ay, to'xtang. Buni to'xtang. Sizga bir narsa so'ramoqchi edim. Siz narsangiz menda qolib ketibdimi, unishing. Lekin bu xavfli. Allaqay qilib tashlaydi, yondirib tashlaydi hamma yoqda. Buni hamma yoqda ishlatmang, xo'pmi? O'ldirib yuboraman seni. Yo, nega axir men demak menda qizil bo'lsa, men sendan kichikman, to'g'rimi? Nega buni olmayman deyapsan? O'g'irlagan narsani shu yerga qo'ydingmi? Menga baribir ta'sir qilmaydi. Bo'ldi. Yordam bering. Voydop. Bobur bobo, menga yordam bering. Bobur bobo, qayerdasiz? Bobur bobo, yordam bering. Yana ko'zimni oldida narsam. Nima bu? Voy, nimaga aylanib qoldim? Demak tushunarli. Demak, hozir men uni yo'q qilib tashlayman. Kelma bu yerga. Sen qo'rqoq. Hozir men seni butunlay yo'q qilib tashlayman. Men seni hozir butunlay yo'q qilaman. Va seni osmonlarga uchirib tashlayman. Sen qayerdasan? Seni men osmonlarga uchirib tashlayman. Bu yoqqa kel. Qizil bitirman deysan-ku, qizil bitirni ishlashni bilmaysanmi, a? Sen qayerga ketyapsan? Mendan qochma. Men bir zarbada ham yo'lni yo'q qilib tashlashim mumkin. Bilasan-a? Menga bu zarbalarning ta'sir qilmaydi. Nima? Shunchalik kuchlisan-a? Men tushni bilmayman-ku. Ikkita ham to'g'ri bilmaysan ekan-ku. O'zingcha qizil itirmish. Gapirmayapsan. Uyga qochib ketyapsan. Ya. Kechiring, qaytib qaytaringlar. Ha, mayli, keling. Buni tinchgina yo'l bilan hal qilamiz. O'zi men buni shunday qilmoqchi edim. Keling, men sizga axir buni bermoqchi edim. Men seni aldagandim. Yo'q, bu yerdan qochish kerak. Yo'q. Yo'q, yarimtajon, qoch. Bu yerdan qochish kerak. Bu yerdan qanday qochaman? Yo'q, meni urmang. Yarimtajon bilan. Siz demak yolg'izsiz, to'g'rimi? Yo'q. Ay, meni urma. O'zingga urma deyapman. Regeneratsiyam kuchli meni. Bu yoqqa kel. Meni seni siraman. Seni hozir o'ldirib qo'yaman. Nima shunday kuchli bo'lsa? Ha. Siz mendan ovqat o'g'irlaganmidingiz? Siz meni aldab narsa olmoqchi edingiz. Lekin siz bilmaysizki, sizga bergan narsam kuchli narsalardan edi. Siz o'zingizni uyingizni yo'q qildingiz va bu yerda o'tirmayapsiz. Yana qizil itir avlodimiz. Siz ko'rdingizmi endi bu yerdan tezda yo'qoling. Qochishni qarang. Siz to'g'ri. Ikkinchi tezda siz meni urish uchun ketyapsiz, to'g'rimi? Bu yerdan qochish kerak. Tezda qochish kerak bitta. Endi nima keling? Meni jonim siznikidan ko'proq bo'ladi, shuni bilib oling. Yo'lingizni tashlayman. Faqat sizdan bir dona narsa qoladi. U bo'lsa qamiz. Qanday kuchli kuch? Men uyimda buzib tashladim. Endi men uyim yo'q. Ammo sizni deb bo'ldim. Maqa keling. Sizni deb bo'ldim. Yo'qolishim kerak bo'lgan odamni o'zim tanlamayman. Unda men sizni yo'q qilaman. Yana aldaysizmi? Bunchalik uzoqdan masofali hujum qila olmaysiz. Shuning uchun tinchgina taslim bo'ling. Nima? Shunchaki buni men bilmayman deb o'ylagansiz. Men sizga yetib olay, men sizni yo'q qilaman. Yana sizdan aldashmi? Qizil itirni avlodligingizga shubha qilyapman. Bobur boboga tegsangiz, men sizni chilpacham qilib tashlayman. Bobur bobo, yo'ldan qoching. Seni men bilaman. Ovozimni eshityapsan. Bo'pti. Bu endi jangimiz doston bo'ladigan vaqt keldi.